Birovda haqidan qo'rq, yolg'on gapirma, Xudodan qo'rqaylik. Aka, assalomu alaykum. Assalom. Sizsiz? Siz Qo'qondansiz, a? Qo'qondanman. Nechta farzandingiz bor? 5 ta farzandim bor. Gap. O'g'limniki ham 5 ta bo'ldi. Gap yo'q, mashallah. Mana shunday masjid orqasida uy. Voy, shundoq masjid orqasidami? Bir 150 metrda. Gap. Hozir ekkam 90 ga kirdim o'zim. 90 ga kirib uyli yuribsiz. Gap yo'q. Hojaga, siz boy oiladan ekansiz. Hozir ko'pchilik o'g'lim, birovda haqidan qo'rq, yolg'on gapirma, Xudodan qo'rqaylik. Mashallah. Hozirgi davrga Xudodan qo'rqmagan ko'payib ketdi. Shunaqa aka. Buni televizorda kechakini ko'rsatib, o'zini ayasini kallasini uzib otib yubordi. Alloh saqlasin shunaqa narsa. Mana dangaralik aka o'sha. Yo'q-a? O'g'lim, Mana shunaqa hammani birovdan haqidan qo'rqadigan qilsan aka. Mana shunaqa birovni men bekorga buni yurganim yo'q. 4 ta yetimni boshini siladim. Ikkitasi uyimga olib kirib to'y qilib chiqarganman. Hozir bola chaqalik bo'ldi. Nimaga? Birovda haqidan qo'rq, yolg'on gapirma. Qo'lingdan kelsa ehson qil. Mana shunaqa birovni haqidan qo'rqsa Alloh rizqi ham ulug' qilib beraveradi. Boy ko'paysin, xayri ehsonli boylar ko'paysin. Mana shunaqa hojaga Mayli, sog' bo'l, o'lim salomat. Qo'qonga keling. Mana shunaqa hojagalar bilan mazah suhbat qilamiz.